xuddi shunaqa korobka holatda Xitoydan birinchi qo'l mana shunaqa tegirmonlarni olishni xohlaysizmi? Assalomu alaykum. Kanalimizda obunachilar, bizani doimiy kuzatuvchilar, bizani hali ham kuzatib, like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xitoydan birinchi qo'l tegirmonlarimiz 2026 modellarimiz yetib keldi. Mana shunaqa mini chorva texnikalari, mini tegirmonchalar hisoblanadi bular. Bularni hozir sizlarga obzor qilib, chiroyli qilib narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Unda boshladik. Mana bu kichkina tegirmonchamizdan boshlaymiz. Buni modeliga keladigan bo'lsak, bu 9NF 26S modelimiz hisoblanadi. Bular mana shunaqa 5 ta sitka bilan jihozlangan. Bunisiga o'tadigan bo'lsak, bunisi mana modelimiz undan yirikroq, ko'proq chiqazadigan model hisoblanadi. Mana modelni ko'rsataylik. 9FS 23 modelimiz hisoblanadi. Bularning sitkalari mana bunaqa, mana ikkalasini solishtirib o'tamiz. Boshqa enliroq sitka bo'ladi. Bularni hozir bittama-bitta obzor qilib o'tamiz. Mana kichkinasidan boshlaydigan bo'lsak, buni ozgina bir qisqacha obzor qilib ketamiz, keyin buni ishlash jarayonini qo'yib beramiz. Qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, buni bu 4 kilovatlik mis motor bilan jihozlangan. Mana pastda ko'rsataylik. Motorimiz o'tni narigi tomondan ko'rsatsak bo'ladi. Bu tomon yopiqroq. O'sha tomondan ko'rsataylik. 4 kilovatlik 100% mis motor bilan jihozlangan. Mana tepasida datchiklari bor, tokni ko'rsatadigan. Bular 200 kilodan 250 kilogacha donni mayin qilib, xohlasangiz mana un shaklida qilib chiqarib berish qobiliyatiga ega. Mana donlarimiz mana hozir makkajo'xori bilan bug'doy aralash turibdi. Buni ham bitta o'tkazib ko'rsatib beramiz hozirlarga. Buni sitkalari mana shunaqa ichkaridan qo'yiladigan joylari bor bularni. Keyin hozir o'tkazgandan keyin ichini ochib bitta yana bitta ko'rsatib beraman. Mana shunaqa bunkerdan tashab beradi. Buni hozir sizlarga bitta ishlatib beramiz. Keyin oxirida narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bizani tark etmanglar. Hozir ishlash jarayonlarini sizlarga qo'yib beraman. Mana bu kichkinasidan boshlaymiz, bitta ishlatib ko'ramiz. Mana guruchni mana sechkasi bilan mana keyin mana bu makkajo'xori va donni mana nimasidan boshqa o'tkazib ko'rsatamiz hozir bitta. Bismillah. Mana. O'zi mana shunaqa holatda mana bu yerdan normaga qo'yib qo'yasiz. Mana xuddi shuni tortib, bu yoqdan mana shunaqa un shaklida chiqarib beraveradi. Mana bemalol o'zi olib, o'zi tortib, o'zi chiqarib beraveradi. Endi hozir mana bu sichkamizni ham bitta chiqarib ko'ramiz. Biraz yopamiz. Endi sichkamizni chiqarib ko'ramiz. Qanday mayin. Xuddi un shaklida, salkam un. Chorva izga oshqozoniga ham yuqadi-da bu, unaqa olib ketmaydi, hazm bo'lib chiqadi-da bu, mana shunaqa mayin qilib chiqadi. Hali ham bu bunaqangi eng mayin sitkasi qo'yilgani yo'q. Bitta sal yirikroqidan qo'yilgan. Buni bundan ham mayin sitkasi bor, uni qo'ysangiz bundan ham mayin chiqaveradi. Shunaqa normaga qo'yib qo'yasiz. Chiqaveradi aslida. Mana tortib ketaveradi, mana bu ko'rsataylik.
Ha, kamayishini ko'ryapsizmi? Mana ko'ring endi, mana ikkalasini aralashtirib ochib ko'rsataylik. Mana qanaqangi mayin, umuman anaqasi yo'q, yerigi yo'q. Mana salkam un shaklida. Bemalol atalaqa berasizmi, buni sepib berasizmi yemlarga? Tayyor mana o'tkazilgan mahsulotimizni ko'rib turibsizlar. Har bir chorvada buni, masalan, chorvasi bor odam uyda oddiy 220 rezitka tokiz, agar 200 dan baland tokiz bo'lsa, shunday rezitkaga tiqasiz, ishlaydi. Umuman qiyinchiligi yo'q. Endi bunisini ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu yirikroq, bu ko'proq ob'yomda chiqarishini sizlarga bitta ko'rsatib beramiz bunga nisbatan. Keyin oxirida bular narxlar bilan tanishtirib o'taman. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Endi hozir bunisidan boshlaymiz. Mana bunisini mana bu sechkadan boshlaymiz chiqazishda, keyin donlarni chiqazamiz. Qani bismillah. Yopiq turibdimi? Ochasiz, bir normaga olib kelasiz. Normaga qo'yib olasiz buni mana. Bo'ldi mana. Mana o'zini tortib ketishini ko'raverasiz mana. Bemalol mana shunaqa qo'yib, bir normaga olib kelganingizdan keyin buni qopda masalan ko'tarib yurib qiynalmaysiz, shunday qopga tiqasiz, o'tkazib olaverasiz mahsulotni. Mana chiqadigan mahsulotimiz mana. Unga nisbatan bu ko'proq chiqadi mana. O'zi belinib turibdi mana. Sig'adi mana chiqadigan, ko'proq chiqayotganligini ko'rsatadi mana. Juda mayin. Umuman yerigi yo'q. Hali ham bu yerikroq sitkada mayinni qo'yganimiz yo'q. Mayinni agar qo'ysangiz, xuddi unday chiqadi. Mayinni qo'ysangiz. Mana ko'proq ham ochib ko'ramiz buni. O'sha yilni ishlatib ko'ramiz bitta. Qani ko'prog'ini bir ochib ko'rdik hozir. Sal ko'proq ochdik endi. Kuchi yetyapti. Yana ko'proq ochamiz. Mana. Mana buni qopib ko'rsatinglar qanaqangi tortayotganligini. Kamayib ketishini ko'ryapsizlar mana. Mana chiqargan mahsulotimiz. Endi mana bu donlarimizni ham bitta tortib ko'rsataylik. Buni mana teparoqqa qo'yaylik-da. Mana ochamiz. Makka bilan bug'doy aralashib qo'yapti hozir mana. Mana qarang, frish bo'lyapti mana. Mana shu frish bo'ldi degani bu unday mayin bo'ldi degani. Ko'proq ochamiz.
motorlarimiz mana. Tortni o'chirib olaylik. Oxirigacha chiqib ketsin endi. Mana. Qarang qanday mayinligini ko'ryapsizmi buni? Har qanday mollarga yo'qadigan qilib chiqazib berdi. Juda yumshoq, judalar. Yaqinroq oling mana. Ko'plar mana shu shakardek qilib chiqazadi deyishadi, yo'q, shakardek emas. Sal kam unday qilib chiqazadi. Un shaklida ham chiqazadi. Mana buni shunday sitkasi bor, bunisini. Mana bitta sitkani bitta ko'rsataylik. Agar mana shu sitkani qo'yadigan bo'lsak, un bilan bir xil iste'mol qilib non qilsa bo'ladi, non qilib yesa ham bo'ladi. Bularda mana bunaqa qo'shimcha nimalari bo'ladi, mana shunaqa. Zirakli nimalari, abodoklari bo'ladi. Buni ichidagini ham hozir ochib ko'rsatamiz. Avval mana buni bitta ochib ko'rsataylik. Keyin uni hali obzor qilmadim, unisini ham bitta obzor qilib beraman sizlarga. Aytib o'tmadik narigisini. Mana shunaqa ichida bularning sitkasini hozir bitta qanaqa sitkadan o'tkazganligimizni bitta ko'rsataylik. Hali mayini turgani yo'q-da. Mana. Hozir bu yirikroq sitka turibdi-da bu. Teshiklarni ko'ryapsizlar. 2 lik yoki 1,5 lik teshigi bor. Mana shundan mana shu shaklda hozir o'tkazdik biz. Bu agar eng maydasini qo'yadigan bo'lsak, buni judalamayin o'tkazadi. Hozir bunisini ham. Bu modelimizga keladigan bo'lsak, bu modelimiz ham 4 kilovatlik 100% lik mis motor bilan jihozlangan. Sitkalari enli buni ularga nisbatan. Hozir ko'rsataylik bitta. Buni ko'ryapsizlar. Hali bu yirikroq teshiklardan o'tkazdik-da. Yirikroq teshikdan mana bu zog'ora non qilsa bo'ladigan darajada o'tkazib beryapti. Agar aytdim-ku, men buni qo'ysak, haqiqiy un qilib chiqaza. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak endi, narxlari bularni mana bunisiga eng mini tegirmonimizga keladigan bo'lsak, buni narxi 3 million bilan butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Bunisini mayli buni to'g'risini aytsak, buni narxlarini ozgina tushirib beramiz. Buni hali ko'plar ishlatib ko'rmagan, bunga nisbatan ko'proq chiqazadi. 3 million 700 sotilgan. 3 million 500 bilan O'zbekiston bo'ylab mutlaqo dastavkalari bepul. Kanalimizda mana shu pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna tugmachasini bosib qo'ying, yangiliklarni o'tkazib yubormang.